Diqqat qiling, O'zbekiston pensionerlari nafaqaxo'rlar diqqatiga. Hozirgina xushxabarlar tarqaldi. Tezda barcha xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat! Pensiyaga tayyorgarlik qanday amalga oshiriladi? Pensiya jamg'armasi bo'lajak pensionerlarga tavsiyalar berdi. Pensiya yoshiga yetib, ko'p yillik mehnat samarasini ko'rish, keksalik gashtini surish barchaning hayotidagi maqsadi hisoblanadi. Bunda albatta keksa yoshdagi daromad pensiya manbai muhim o'rin tutadi. Shu sababli barcha yoshlik paytida o'zining keksalikdagi pensiyasi haqida qayg'urishi, bu davrga oldindan tayyorgarlik ko'rishi lozim. Ko'pchilik pensiya yoshiga yaqin qolganida pensiya haqida o'ylashni boshlaydi. Endi pensiyaga qachon chiqaman, qancha chiqadi miqdori, yuqori miqdorda pensiya olarmikanman kabi savollar ularni qamrab olishadi. Bugungi kunda O'zbekiston fuqarolariga pensiya necha yoshdan tayinlanadi? Yoshga doir to'liq pensiyani olish uchun erkaklar 60 yoshga to'lganida 25 yil ish staji, ayollar esa 55 yoshda 20 yil ish stajiga ega bo'lgan tayinlanadi. Ushbu talab etilgani nisbatan kamroq, kamida 7 yil ish stajiga ega bo'lganda ham to'liqsiz pensiya tayinlanadi. Ya'ni pensiya kamroq hisoblanadi. Ish stajiga nimalar kiradi? Pensiya tayinlanishida ish stajiga rasmiy ishlab ish haqqi hisoblangan davr, yakka tartibdagi tadbirkorlik, o'zini o'zi band qilganlik yoki xorijda ishlagan shaxs sifatida pensiya jamg'armasiga ijtimoiy soliq to'lagan davri ish stajiga hisoblanadi. Ma'lumot uchun, ayol kishi rasmiy ishlash ish haqqi hisoblangan va yakka tartibdagi tadbirkorlik, o'zini o'zi band qilgan yoki xorijda ishlagan shaxs sifatida ijtimoiy soliq to'lagan davrida jami 20 yil bo'lganida 54 yoshdan yoshga doir pensiyaga chiqish imtiyoziga ega bo'ladi. Pensiyaga tayyorgarlik qanday amalga oshiriladi? Pensiya fuqaroning rasmiy ishlagan davri va soliq to'lagan ish haqqi daromadi inobatga olinadi. Ya'ni fuqaro rasmiy ishlab, rasmiy daromad olgan sari yilma-yil pensiyaga haqqi shakllanib boraveradi. Demak, har bir yil fuqaro ish faoliyati va daromadini rasmiylashtirish orqali pensiyaga tayyorgarlik ko'rib boradi. Mehnat faoliyatingiz to'g'risidagi ma'lumotlarni hoziroq raqamlashtirib qo'ysangiz, pensiyaga chiqish vaqti kelganida ortiqcha ovora bo'lib yurmaysiz. Yuqoridagi tavsiyalar asosida mehnat faoliyatingizni olib borsangiz, pensiya yoshiga yetganda pensiya ta'minoti kafolatlanadi. Qo'shimcha ma'lumotlar: pensiyaga oid har qanday masala bo'yicha pensiya jamg'armasining 1271 raqami, ya'ni kal markazi orqali savollaringizga javob olishingiz mumkin, deyiladi ma'lumotda.